Assalomu alaykum barchaga. Siz yana Temir Arava kanalidasiz. Bugun sizlarga SSSR davrida ishlab chiqarilgan retro avtomobillarni ko'rsatib o'tmoqchimiz. Birinchida turgan avtomobil SSSR davrida prezidentlar, yuqori lavozimdagi amaldorlar mingan haqiqiy afsonaviy Chayka avtomobili. Xuddi shu o'z holatida saqlab qolingan avtomobil. Bu yoqda turgan avtomobil esa ko'pchilik buni o'zimizning retro kinolarda ko'rib o'rgangan, o'sha yor filmlarida deymizmi, barchasida qatnashgan avtomobil. Gaz kompaniyasining Volga avtomobili, ya'ni Volga 21 avtomobili. Mana bu esa o'zimizni bu ham hozirgi kungacha sevib haydaladigan avtomobilimiz. Gaz kompaniyasidan 2410 avtomobili. Bu shundoqqina o'z holatida saqlab qolingan, ichidagi hidlarigacha o'z holatida. Buni kelib o'zingiz ko'rsangiz ham bo'ladi. To'ron avtosalonida turibdi avtomobillar. Mana bu esa hozirgacha ko'chalarimizni changitib yurgan, yurishi bo'yicha eng yumshoq avtomobillardan biri hisoblangan VAZ 06 avtomobili. Bu avtomobillarni barchasi o'z holatida saqlab qolingan va eng asosiysi bu avtomobillarni barchasini siz xarid qilishingiz mumkin. Videoni oxirigacha ko'rsangiz avtomobillar haqida to'liq ma'lumotlarni, undan tashqari esa narxlarini ham aytib o'tamiz. 1972-yilda ishlab chiqarilgan Gaz Chayka avtomobili. Bu haqiqiy afsonaviy avtomobil. O'sha davrda SSSRning eng yuqori lavozimdagi amaldorlarni olib yurgan avtomobil hisoblanadi va avtomobilga o'sha davrdagi hashamatni belgisi bo'lgan xrom elementlardan ham ayamasdan qo'yilgan, ko'rishingiz mumkin, yaltiroq avtomobil hisoblanadi. Ya'ni o'sha davrda xrom bilan boyitilgan avtomobillar eng lyuks klassdagi, ya'ni eng hashamatli avtomobillar hisoblangan va buni bamper qismiga ahamiyat bering. O'zi o'sha davrlarda bamperning vazifasi avtomobilni chiroyli ko'rsatadigan bir detal emas, avtomobilni himoya qiladigan detal hisoblangan va bu aynan o'z vazifasini bajaradigan bamper hisoblanadi. Avtomobil juda ham zo'r holatda saqlangan. Buni ko'rib turishingiz mumkinki, ko'rgan odam buni 1972-yilda ishlab chiqarilganligiga deyarli ishonmasa ham kerak. Chaykani g'ildiraklariga ham ahamiyat berasiz. O'sha davrdagi retro avtomobillariga qo'yiladigan shinalar qo'yilgan 15-razmerda va buni nomi bekorga Chayka emas. Yon tomonini ko'rishingiz mumkin. Avtomobil birinchidan juda ham uzun, ya'ni lyuks klassdagi avtomobillarga xos bo'lgan ko'rinish. Undan tashqari esa mana bu yon qismdagi xrom elementlariga ahamiyat bering. Mana bu qismda xuddiki avtomobilda qanot borligini eslatib turadi. Ya'ni o'sha davrdagi haqiqiy Chayka avtomobil hisoblanadi. Orqa qism ham juda ham chiroyli. Hozir esa sizga orqasini ham ko'rsatamiz. Orqa qismga ham ahamiyat bersangiz bilishingiz mumkinki, bu avtomobilga Chayka deb nom qo'yilgani bekorga emas. Xuddiki samolyot, raketa qanotlariga o'xshash qilib ishlangan stop chiroqlarimiz, qayrilish chiroqlari. Undan tashqari esa eng bu yerda qiziq bo'lgan narsa avtomobilimizning glishitili, ya'ni V-xilib difuzorlari mana shu. Ya'ni bamper qismida birdaniga qo'yib ketilgan. Ikkita bunda V-xilib difuzorlari bor. Buni ot kuchi ham katta. Bunda V8 dvigatel o'rnatilgan. Undan tashqari esa bu avtomobilimiz 1972-yilda ishlab chiqarilganiga qaramasdan avtomat uzatmalar qutisi bilan ham jihozlab o'tilgan. Chayka avtomobilining ichki qismida o'tiribmiz. Ko'rishingiz mumkin, juda ham keng avtomobil. Undan tashqari meni hayratda qoldirgan narsa 1972-yilda ishlab chiqarilgan avtomobilning oynalari to'liqligicha elektron tarzda ko'tarilib tushirilar ekan. Bu esa avtomobilni haqiqiy amaldorlar yuradigan lyuks klassdagi avtomobil ekanligini yana bir marta bizga isbotlab o'tadi. Rul o'sha klassik ko'rinishdagi rul, bu yerda gazni logotiplari ham bor. Signalga ham qaytmaydiring, o'zini retro signallari saqlab qolingan. Mana bu qismda esa avtomobilimizda avtomat uzatmalar qutisi joylashtirilgan. Tugmalar yordamida buni uzatmalarni o'zgartirishingiz mumkin bo'ladi. Mana bu yerda to'liqligicha avtomobilning chiroqlarini boshqarishingiz mumkin. Radio mana bu qismda joylashtirib o'tilgan retro radiolar. Undan tashqari esa to'liqlikda bu yerda datchiklarimiz ko'rinib turibdi sizga. Belgilar, ya'ni ishoralar yordamida ko'rsatadi. Suv, undan tashqari avtomobil tezligi hammasini yurgani 23541, ya'ni 23541 kilometr masofa avtomobilimiz bosib o'tgan. Juda ham kam masofa bu avtomobil uchun. Endi o'zingiz bitada bilib olishingiz mumkinki, 1972-yilda ishlab chiqarilgan avtomobil uchun bu kam. Mana bu yerda adashmasam bu soatlar o'rnatib ketilgan yo'lovchi tomonidan va eng ahamiyatlisi avtomobilda uzatmalar qutisi avtomat bo'lganligi hamda mana bu yerda joylashtirilgan evaziga o'rtada hech qanaqangi to'siq yo'q. To'liqligicha bitta divan qilingan o'rindiq. Bu degani uchinchi shaxsni ham o'rtaga joylashtirib, maza qilib avtomobilda retro kayfiyatda harakatlanishingiz mumkin. Chayka avtomobilining orqa qismiga ham joylashib oldik. Ko'rishingiz mumkin, joy juda ham katta.
Bu yerga yana bitta o'rindiq ham qo'yish mumkin, qo'shimcha qator. Shuning uchun ham bu yerda injenerlar qo'shimcha qator qo'yib ketishgan, ko'rishingiz mumkin. Mana joy bor. Bu yerda endi sekretarlar o'tirib ketgan, ya'ni kotiblar nimalarni maslahatlashib ketishgan. Agarda ular bo'lmagan taqdirda esa siz buni qo'yib, oyog'ingizni uzatib olib, maza qilib ushbu avtomobilda harakatlanib ketishingiz mumkin bo'lgan. Mana buni qarang, orqa qator o'rindiqlar, eshiklarimizda ham oynalar to'liqligicha elektron tarzda, juda ham qulay bo'lgan avtomobil. Endi buni o'tirib ketish, bunda o'tirish hammasi qulay. Hozirgi kundagi charm elementlari bilan boyitib o'tilgan avtomobil o'rindiqlardan mana bunaqangi prujina hamda machalkadan foydalanilgan o'rindiq anchayin qulay deb o'ylayman. Chunki bunda qarang, yamalarga tushsangiz o'zi podveska yumshoqki, undan tashqarisi o'rindiq ham yumshoq, maza qilib avtomobilda harakatlanib ketishingiz mumkin. Eshik dastaklari ham to'liqligicha rezinkadan ishlangan. To'g'risi buni olasiz, o'zingizni o'sha davrdagi eng katta amaldor deb his qilib, maza qilib harakatlanib ketsangiz bo'ladi. Endi biz ozgina hurmat saqlagan holda buni joyiga qaytarib qo'yamiz. Keyingi retro avtomobilimiz 1970-yilda ishlab chiqarilgan Gaz kompaniyasining Volga 21 avtomobili. Buni ko'rishingiz mumkin. Bunda ham xrom elementlar o'z yo'lida hamma narsa ishlatib o'tilgan. Bu Chaykaga nisbatan bir sinf pastcha yuradigan amaldorlarni olib yurgan avtomobil hisoblanadi. Undan tashqari esa siz bu avtomobilni o'zimizni retro milliy film Yor-Yorda va o'sha paytdagi SSRning o'zini retro filmi bo'lgan avtomobildan saqlanadigan filmlarda ham ko'rgansiz. Juda ham zo'r avtomobil. To'liqligicha radiator panjaralarimiz ham metaldan ishlangan va mana bu yerdagi narsaga tirqishga ahamiyat bering. Bu nimaligini juda ham yaxshi bilsangiz kerak. Bu avtomobil agarda o't olmay qolsa, dastakni, ya'ni ruchkani tiqib aylantiradigan joyi. Shunda avtomobil o'zi o't olib ketadi. Shunaqangi joylar ham bu avtomobillarda qoldirib o'tilgan. Chiroqlari ham dum-dumaloq qilib ishlangan. O'sha davrdagi an'anaga sodiq qolgan holda. Mana bu yerda esa qayrilish chiroqlarini ham ko'rishimiz mumkin avtomobilda. Eng asosiy narsasi bu avtomobilimizni mana bu logotipi, ya'ni belgisi hisoblanadi. Bu yerda ham kiyik qo'yib o'tilgan bo'lsa, bu yerda yugurib ketayotgan, xuddi ot kishtaganga o'xshash kiyikni belgisi tushirib o'tilgan. Bu avtomobilimizning logotipi hisoblanadi. Avtomobilning yon qismida ham Chaykaga o'xshash kichik elementlarni ko'rishingiz mumkin. Bu aynan mana shu qismdagi Chaykada aytib o'tdikki, xrom elementi bilan boyitib o'tilgan qanotga o'xshaydigan qism bu avtomobilimizda ham xuddi shunday qilib ishlangan. Mana bu yerda esa tomida ko'ryapmiz, radio antennalar ham ushbu avtomobilimizda o'rnatilgan. Orqa qismini ham hozir ko'rsatib o'tamiz. Buni orqa qismi ham ozgina Chaykaga o'xshash qilib ishlangan. Orqa qismida ham qarang, bamperlar aytib o'tganimdek haqiqiy himoya vazifasini bajaradi, ya'ni avtomobilning kuzovidan ancha oldinga chiqib turibdi. Mana bu qismga ahamiyat bering, ya'ni chiroqlari to'liqligicha vertikal holatda bu yerda o'rnatib o'tilgan. Chaykaga ozgina o'xshash qismi bor. Undan tashqari sizga yukxonasini ham ko'rsatamiz bu avtomobilni. Bu yerda zaxira g'ildiraklari va tishlariga ahamiyat bering, shinali. Xuddi o'sha davrdagi retro shinalar bu avtomobilimizda o'rnatilgan. Mana bu yerda chiroqlar ham bor ekan, ya'ni avtomobil buzilib qolganda tuzatishingiz uchun chiroqlar qo'yib o'tilgan. Dam uradigan nasoslari, adashmasam o'sha davrdagi nasos saqlab qolingan bo'lishi kerak. Mana bu rezina qopni ichida ham avtomobilning o'ziga kerakli bo'lgan narsalar ham qo'yib o'tilgan ekan. To'g'risini aytganda, bu avtomobillarni xarid qilsangiz, o'zingizni o'sha davrga, ya'ni retro davrga tushib qolganingizni his qilishingiz mumkin bo'ladi. Gaz 21 Volga avtomobilining ichidamiz. Mana ichida ham Volga degan yozuvlarni ko'rishingiz mumkin. Retro bo'lgan bu yerda radiolarimiz o'rnatilgan. Mana bu soat, mana ko'rib turibsiz. Mana bu yerda esa bardoshak ham bor ekan. Narsalarni joylab olishingiz uchun, menimcha shu hujjatlarni qo'yib olishingiz uchun qo'yib o'tilgan. Torpeda qismiga ahamiyat bering. Charm elementlaridan foydalanib o'tilgan. Cobaltdan yaxshi ekan, shu 1970-yilda ishlab chiqarilgan bo'lishiga qaramasdan, rul, klassik rul, signal ham o'sha o'zini signali, xuddi o'zini signali saqlab qolingan avtomobilda. Endi sen o'sha davrda bo'lganmisan, eshitganmisan deyishingiz mumkin, lekin avtomobil o'zi retro bo'lgandan keyin signali ham retro bo'ladi. Bu yerda suvni, moyni, ya'ni avtomobilning yog'ini ko'rsatib turadigan, akkumulyator amperlarni ko'rsatib turadigan datchiklar o'rnatilgan. Bu yerda esa speedometrimiz ko'ryapsiz, 140 gacha ko'rsatib qo'yibdi. Mana bu yerda esa 43267 kilometrni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni avtomobilimiz 43267 kilometr masofa bosib o'tgan. Endi 70-yillar, ya'ni o'tgan asrning 70-yillarida ishlab chiqarilgan retro, mana bunaqangi ko'rinishdagi avtomobil uchun deyarli bu kam, ko'p deb ayta olmaymiz.
Bu yerda mana pasoslari bor. Avtomobilni o't oldirishingiz ham mumkin bo'ladi. Quyoshdan saqlagichlari ham, hamma narsasi o'z holatida. Eng qizig'ini aytib o'tadigan bo'lsak, ko'pchiligimiz aytamiz-ku, bu avtomobilni skorost qayerda desa, mana bu Mersnikiga o'xshagan gitarada deysiz. U Mersda emas, mana birinchi bo'lib Volgada bo'lgan ekan. Mana ko'ryapsizmi? Mana bu avtomobilimizning uzatmalar qutisi hisoblanadi. 3 pog'onali bunda uzatmalar qutisi o'rnatilgan ekan. Shuning uchun buni ham o'rtasida joy bor. Bemalol 3 kishi maza qilib, oldi o'rindiqda ham oynadan tashqarini tomosha qilib harakatlanib ketsa bo'ladi bu avtomobilimizda ham. Gaz 21 Volga avtomobilining orqa tomonida o'tiribmiz. Orqada ham joy yetarlicha. Mana bu yerdan ham o'rindiqda ushlash uchun joylar bor ekan. Qulay joylashib ketishingiz uchun, qulay ushlab olishingiz, xavfsizligingiz uchun. Chunki bu avtomobillarda o'sha davrda xavfsizlik kamarlari bo'lmagan. Endi men o'ylayman, o'sha davrda hamma siqilib yurgan bo'lsa kerak-da sigaret chekib. Mana bu yerda ham sigaretni kulini tashiydigan kuldonlar o'rnatib ketilgan ekan. Adashmasam kuldon bu, lekin biz chekishga qarshimiz. Oynalar to'liqligicha mexanik tarzda tushiriladi, mexanik tarzda ko'tariladi. Eshik ochqichlarini ham ko'rishingiz mumkin. Xrom elementlari bilan boyitib o'tilgan. Ya'ni bu avtomobil ham nisbatan o'sha davrdagi ko'pchilik erishishni xohlagan avtomobillardan biri hisoblanadi. 1980-yilda ishlab chiqarilgan va xuddi o'sha o'z holatida, retro holatida saqlab qolingan Volga gaz 24 avtomobili ko'rishingiz mumkin. Bu avtomobillarni endi haydab ko'rganlar, buni o'zi uchun xizmat qildirganlar biladi. Juda ham joni toshdan bo'lgan avtomobil. Nima ish bo'lsa hammasini qilib ketaveradi. Odam tashish deysizmi, undan tashqari boshqa ishlarga ham zo'r hisoblanadi bu avtomobilimiz. Bunda ham to'liqligicha o'sha davrdagi avtomobilning hashamatini bildirib turgan xrom elementlardan foydalanib o'tilgan. Bamper ham juda ham chiroyli. Mana qarang, o'sha davrda aytayman-ku, bamper faqatgina himoya vazifasini bajargan hamda boshqa avtomobilga tegib ketganingizda unga ko'p zarar yetkazmaslik uchun bamperning old qismlari rezina bilan qoplab chiqilgan. Juda ham zo'r yechimlar avtomobillarda qo'yib o'tilgan va bu avtomobilimiz to'liqligicha o'z holatida. Xohlagan odamingizni olib kelib ko'rsatishingiz mumkin. Endi mayda-chuyda narsalar almashtirilmagan bo'lsa, qolgan hamma asosiy detallari o'zini o'sha 1980-yilda ishlab chiqarilgan detallari hammasi saqlab qolingan. Avtomobilning gabariti juda ham uzun, ya'ni katta avtomobil hisoblanadi. Shuning uchun qayrilish chiroqlari ham bunda ko'proq qo'yilgan. Mana bu yerda mana Volga yozuvlarini ham ko'rishingiz mumkin. G'ildiraklar ham juda ham chiroyli. Bunga ham alohida o'zingiz ahamiyat berib keting. Yon ko'zguga qarang, juda ham kichik bo'lgan, yon ko'zga qo'yib o'tilgan ekan avtomobilimizda. Endi o'sha davrda bu ham ko'pchilikka qulay bo'lgan. Menimcha, kichik bo'lishiga qaramasdan demoqchiman. Eshik dastaklarimiz ham xrom elementlari bilan boyitib o'tilgan. Mana bu yerda esa adashmasam bu avtomobilning gabaritini bildirib turadigan chiroq, ya'ni avtomobil harakatlanib ketayotganda bu tinimsiz ravishda yonib turgan. Ya'ni avtomobil qanchalik katta, gabariti qanchalik uzunligini boshqa haydovchilarga ko'rsatib turgan chiroq hisoblanadi o'sha chiroqlari. Orqa qismida ham ko'rishingiz mumkin, xrom elementlardan o'z o'rnida avtomobilda foydalanib o'tilgan. Buni yana aytib o'tishimiz shart emas. Buni ham yukxonasini sizga ko'rsatib o'tamiz. Juda ham katta yukxonani ko'rishingiz mumkin. Mana buni qarang, zaxira g'ildiraklari men o'ylaymanki, hali bir marta ham tushirilmagan bu avtomobilda. Juda ham chiroyli tarzda yangidek turibdi. Bundan tashqari mana bu yerda qarang, o'sha paytda zavod tomonidan yopishtirilgan mana bunaqangi qog'ozlar ham turibdi. O'zingiz o'qib olaverasiz videoni to'xtatib. Mana boya aytganimiz dastak dedim-ku, ruchka. Avtomobilni o't oldirish uchun xizmat qiladigan ruchkalari bor. Undan tashqari kalitlari, bu yerda domkratlari bor ekan. Nasos endi menimcha yangi qo'yilgan. Nasoslar ham avtomobilda bor. Hamma narsasi bor ekan. Mana bu rezinkalariga ahamiyat bering, poliklariga. O'sha davrdagi o'zini rezinkalari avtomobilimizda hamon saqlanib qolgan. Endi bu avtomobilni kim xarid qiladi deb o'ylanayotgan bo'lsangiz, bu avtomobilni mana shu gaz 24 ni vaqtida haydab, maza qilib o'zini yumushlarini bajargan odamlar shunchaki retroni his qilish uchun, shunchaki ko'chada maza qilib yurish uchun xarid qilsa bo'ladigan avtomobil hisoblanadi. Chunki avtomobil shundoqni o'z holatida saqlangan. Volga gaz 24 avtomobilining ichki qismida o'tiribmiz, ko'ryapsiz. Tashqi ko'rinish, ya'ni eksteryeriga mos ravishda interyer ham xuddi shunaqangi rangdagi charmlar hamda materiallardan foydalanib o'tilgan avtomobilda. Mana bu yerda to'liqligicha yog'och elementlari ham bor, retro bo'lgan. Bunda ham radiolarimiz, buni ko'ryapsizki, buni aynan mana shu torpeda qismida, ya'ni ko'rsatadigan analoglarimiz, datchiklarimizni o'zgarish bo'lgan, ya'ni bu nisbatan 1982-yilda ishlab chiqarilgan yangiroq avtomobil hisoblanadi. Mana bu avariyaviy chiroqlarimiz, bu avtomobilning chiroqlarini yoqish, undan tashqari esa cho'tkalarni ishlatishimiz, ichkaridagi ventilyatsiyani qo'shishimiz ham shu yerda o'rnatib ketilgan. Mana bu dastaklar bilan boshqariladi.
uzatmalar qutisi mexanik tarzda boshqariladi. 4 pog'onali adashmasam, xuddi shunaqa 4 pog'onali va bu avtomobilimizda xavfsizlik uchun mana bunaqangi xavfsizlik kamarlari ham bor ekan. Endi bu nisbatan yangiroq hamda innovatsiyalardan foydalanilgan avtomobil hisoblanadi. Ya'ni o'sha paytdagi innovatsiyalardan foydalanib o'tilgan bu avtomobilimizda bardoshoklarimiz bor va buni ichida ham qarang. Mana radioni ishlatish uchun qo'llanmalargacha hamma narsa bor ekan. Qoyil qolish kerak. Hidlari ham o'sha davrdagi hid. Bu avtomobil boshqalariga nisbatan bitta tomoni bor ekan, ichiga o'tirsangiz hidi haligacha ketmagan. Hattoki hidigacha saqlanib qolgan. Buni siz Turan avtoga kelib o'zingiz ham guvohi bo'lishingiz mumkin. Juda ham zo'r holatda saqlanganini shundan ham o'zingiz bilib olsangiz bo'ladi avtomobilni. Bu avtomobillar nimaga yumshoq hisoblangan desam, endi buni o'zi podveskasi ham yumshoq, shundoq ham hamma biladi buni. Undan tashqari mana o'rindiqlarda ham prujina bo'lgan-ku o'sha paytda. Yamalarga tushganda o'rindiq ham deformatsiya berib, sizga qo'shimcha yumshoqlikni hadya qilgan. Shuning uchun ham juda ham yumshoq avtomobil hisoblanadi. Tirsak suyanchiqlari ham bor avtomobilimizda. Haqiqiy zo'r avtomobillardan biri. Aytib o'tganimdek, buni retroni sevadiganlar xarid qiladi. 1988-yilda ishlab chiqarilgan Vaz Lada 06 avtomobili ko'rishingiz mumkin. Haqiqiy retro. Endi bu unchalik eski davrda ishlab chiqarilgan bo'lishiga qaramasdan, endi yangi, ya'ni to'liqligicha o'z holatida saqlab qolingan avtomobil hisobida buni xarid qilsangiz bo'ladi. Hozirgi kungacha o'zimizning ko'chalarda ko'pchilik haydab yuribdi bu avtomobilni. Ko'rgan bo'lishingiz kerak. Juda ham yumshoq avtomobil hisoblanadi. Undan tashqari ko'pchilik buni aynan podveska qismini yumshoqligi uchun ham yaxshi ko'radi. Bu Italiya kompaniyasi bilan birgalikda ishlab chiqarilgan avtomobil. Undan tashqari mana bunga ahamiyat bering. Gelikni ko'pchilik aynan mana shu funksiyasi uchun xarid qiladi. Siz mana shu Ladani xarid qilsangiz ham gelikni eshigini yopilishini, mazasini olishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni emotsiyalari bir xil bo'lgan avtomobil. Bunda ham xrom elementlari o'z o'rnida foydalanib o'tilgan. Eshik dastaklari ham zamonaviy dastaklar qo'yilgan. Mana bu qismida avtomobilni endi sovutish uchun xizmat qiladimi yoki ichkaridagi havoni almashtirish uchun ventilyatsiya sifatida o'rnatib ketilgan tirqichlar ham bor ekan. Juda ham chiroyli avtomobil. Qisqa qilib sizga orqa qismini ham hozir ko'rsatib o'tamiz. Orqa qismida ko'rishingiz mumkin lotin harflarida yozilgan Lada yozuvlari. Buni ham sizga qisqa qilib yukxonasini ko'rsatib o'tamiz. Mana ko'rishingiz mumkin. O'zini zaxira g'ildiraklari, o'sha davrdagi zaxira g'ildiraklari adashmasam o'z holatida shundoqqina saqlab qolingan. Ichki qismlari ham shu yerdan ham bilishingiz mumkinki, avtomobil qanday holatda ekanligini. Ya'ni juda ham yaxshi holatda va boya ko'rsatib o'tganim gaz 24 avtomobilda ham bor edi-ku, xuddi shunaqangi talonga o'xshash. Bu yerda mana ko'ryapsiz. Yozuvlari ham bor ekan. Ya'ni avtomobilni bo'yog'i haqida menimcha bu yerda ma'lumotlar yozib o'tilgan. Videoni to'xtatib qo'yib, maza qilib nima yozuvlar yozilganini ko'rishingiz mumkin. 06 avtomobilning ichki qismida o'tiribmiz. Ko'rishingiz mumkin, rullar ham o'zini rullari saqlab qolingan. Bu yerda speedometrimiz va bunda taxometr ham bor. Ya'ni avtomobil motorini bosimini ham, kuchini ham bu yerda ko'rib ketishingiz mumkin bo'ladi. Soatlar o'rnatib o'tilgan. Mana bu qismda radio keyinchalik o'zimizda qo'yib olishgan. Menimcha bunda o'zida bo'lmas ekan. Mana plastmassadan joy qoldirilgan. Mana bu avariyaviy chiroqlari juda ham zo'r yonadi bu avtomobilimizda. Uzatmalar qutisi 4 pog'onali. Bunda mexanik tarzda boshqarishingiz mumkin. Bardoshoklari ham avtomobilimizda bor. Tom qismlari ham o'sha davrdagi charmlardan foydalanib o'tilgan. Eng asosiysi salon qismiga ahamiyat bering. Juda ham chiroyli bo'lgan qizil charm hamda matolardan, ya'ni bu yerda materiallardan foydalanib o'tilgan. Bosh suyanchiqlari ham ushbu avtomobilimizda mavjud ekan. Xavfsizlik kamarlari, hamma narsasi bor avtomobilimizni. Vaz Lada 06 avtomobili. Bu avtomobilimiz 1,5 litrlik dvigatel bilan jihozlangan. 64 dan 75 gacha bo'lgan ot kuchini beradi ushbu dvigatelimiz. Avtomobil esa 76 ming kilometrga yaqin bo'lgan masofani bosib o'tgan. Narxi 7900 dollar deb baholangan. Nimaga buncha qimmatroq narx berilgan deyishingiz mumkin. Avtomobil shundoqqina o'z holatida saqlangan. Hamma detallari o'ziniki. Shuning uchun ham avtomobil nisbatan qimmatroq, lekin buni o'zini aynan maza qilib haydayman degan retro shinavandalari xarid qilishi mumkin. Gaz 2410 Volga avtomobili 1980-yilda ishlab chiqarilgan. Bu avtomobilimiz 2.4 dvigatel bilan jihozlangan. Ot kuchi esa 100 ta ot kuchiga teng. Bu avtomobilimizda juda ham yaxshi holatda saqlangan. Yurib o'tgan masofasini sizga aytadigan bo'lsak, ushbu avtomobilimiz 2800, deyarli 2800 kilometr masofa ushbu avtomobilimiz bosib o'tgan. O'z holatida, ya'ni retro holatda saqlangan, hech qanaqangi restavratsiya bo'lmagan bu avtomobilimiz. Kelib ushbu avtomobilni siz 50 ming AQSh dollariga xarid qilishingiz mumkin.
1973-yilda ishlab chiqarilgan gaz 21 Volga avtomobili 4300 km masofa bosib o'tgan. Ushbu avtomobilimizda hamma narsasi o'ziniki, ko'rib turishingiz mumkin. Bu avtomobilni siz 30 ming AQSh dollariga xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Retro avtomobillarga olgan videoyimizni eng yuqori nuqtasiga, ya'ni kulminatsion nuqtasiga yetib keldik. Sizga afsonaviy bo'lgan Chayka avtomobilini narxini qancha masofa bosib o'tganini aytib o'tamiz. Bu avtomobilimiz 52 ming kilometr masofa bosib o'tgan. Motoriga keladigan bo'lsak, 5.3 litrlik V8 shaklida joylashtirilgan motor ushbu avtomobilimizga o'rnatilgan. Ot kuchi esa 195 ta ot kuchi. Tasavvur qilyapsizmi? O'sha davr uchun eng katta dvigatellardan biri ushbu avtomobilimizga o'rnatilgan. Bu avtomobilimizning narxi qanaqa desangiz, o'z holatida saqlangan Chayka avtomobilimiz 89 ming AQSh dollari deb baholangan. Ushbu avtomobillarni qay biri sizga ma'qul kelgan bo'lsa, xarid qilish uchun pastdagi raqamlarga aloqaga chiqing yoki Sirg'ali tumanida joylashgan Turon avtosaloniga tashrif buyurib, o'z ko'zingiz bilan ko'rib, yana savdolashib avtomobillarni xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosishni esdan chiqarmang va ko'rsatgan avtomobillarimiz haqida sizda to'liqroq ma'lumot bo'lsa, izohlarda yozib, biz bilan o'zingizni bilimingizni bo'lishingizni so'rab qolamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling.